Assalomu hammaga. Nexus 2 qabul qilib qo'yganmiz. Nexus 2mizni xudo xolasa bugun hayotga qaytaramiz. Xo'p, kapotlar mana qayim chaqilib ketgan ekan, juda yomon ahvolga kelib qo'ygan ekan. Bundan tashqari krillarda pachaqlari bor ekan. Krillolari sepiladi, kapotlari sepiladi. Ardisobkalarni yangi qo'yamiz. Bundan tashqari bamper, old orqa bamperlar yangi qo'yiladi. Faralarni yangi qo'yamiz. Tumankalarigacha, hattoki atrofdagi plastmassalar ham singan ekan. Bulargacha hammasini yangi qo'yamiz. Bundan tashqari mashinamizni polni polirovkalarini qilib beramiz. Salonlarni polni boshqatdan sepib, idealni qilib hayotga qaytaramiz. Chiskalarni qilib beramiz. Bundan tashqari mana bunaqangi chaqilgan joylari bor, betlarni ham sepib, hamma yo'g'ini idealni qilib egalarga topshiramiz. Kuzatishda o'tinglar, zo'r proyekt bo'ladi. Xudo xolasa hozir kraska sepganini ustini yetishib ketyapmiz kassafraxonamizga. Bitgandan keyin albatta videosini qo'yamiz. Ish jarayonlarini ham qo'yib boramiz. Kuzatishda davom etinglar.